أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Ruqya islom dini kelishidan oldin ham mavjud bo'lgan bir muolaja usulidir. U vaqtlarda turli sanamlar yoki jinlar podshohlari ismini aytib, madad so'rab o'qilar edi. Sehr ham xuddi shu kabi kufrona jin va parilardan madad so'rab o'qilib dam solinadi. Masalan, Qur'oni Karimda shunday keladi: Bismillahirrohmanirrohim. Va min sharrin naffathati fil uqad. Tugunlarga dam soluvchi ayollarning sharridan panoh tilayman de. Sehrgarlar shaytonlar ismini aytib, kufr to'la tilsimotlarni o'qib dam soladilar. Ular qanchalik palid va iflos bo'lsalar, kufrlari qancha ziyoda bo'lsa, shuncha damlardagi yomon ta'sir kuchi baland bo'ladi. Shu uchun ular ko'pincha g'usulsiz yuradilar. Ba'zilari qovushlari ostiga Qur'oni Karim oyatlari yozilgan qog'ozlarni solib bosib yuradilar. A'udhu billahi min zalik. Sehrgar qohillarning muqobilida bo'lgan solih domlalar qanchalik taqvodor bo'lsalar, ilm va amallari qanchalik yuqori bo'lsa, o'qigan oyatlaridagi ta'siri shunchalik kuchli bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, oyatda naffathati fil uqad, ya'ni tugunlarga dam soluvchi deyilmoqda. Ba'zilar sehrgarlar yerning narigi kurrasida turib, tugun tugib unga dam solsa yoki biror narsaga dam solib uni tutatsa, ta'sir qilishiga shunchalar qattiq ishonib, qo'rqib vasvasaga tushadilarki, ammo oldilaridagi pokiza, taqvodor, ilmli kishilar Alloh kalomidan o'qib dam solsa, foyda qilishiga beparvo bo'ladilar. Mana shu ular shar'iy ruqiyalardan naf ololmasliklariga sabab bo'ladi. Yoki onlayn ruqiya qildirib ko'ngillari chiqmaydi. Ammo sehrgar na onlayn, na offlayn g'aybdan dam solishini shu darajada qattiq tasdiq qiladiki, o'ylab ham o'tirmaydi. Vasvasaga tushaveradi. Bu o'sha sehrni tez ta'sir qilishiga sabab bo'ladigan narsadir. Ba'zan ruqiya o'qiyotgan kishi ham sehrgar ayol o'zi o'qib dam solayotgan tilsimlar ta'siriga ishonganchalik ruqiyasi shifo bo'lishiga tom ishonch bilan dam solmaydi. Bizga ma'lumki, iflos dam solishni ham, uning muqobiliga pokiza dam solishni ham ta'sir kuchini yaratuvchisi Allohning o'zidir.